Hech qayoqqa men ruxsatimsiz borma. Menga yoqmagan kiyimlarni kiyma. Instagram, Telegramlarga rasmingni qo'yma. Manba dugonalaring bilan gaplashma. Bilasizmi, qanaqa erkaklar shunaqa gaplarni gapiradi? Nastoyashi fikr doirasi katta, hamma narsani tushunadigan, aqlli, kuchli, haqiqiy erkaklar shunaqa gapiradi. Lekin ko'p qizlar bunaqa erkaklarni o'ziga ishonmaydigan, fikr doirasi past yosh bola deb biladi. Unaqa qizlar haqiqiy erkak deb uni qattaligini so'ramasa, telefon qilib tergamasa va nima kiysa ham indamasa, kim bilan yursa ham gapirmasa va hokazo. Bilasizlarmi, unaqa qizlarga haqiqiy sevgi qanaqa bo'lish kerak? O'sha qiz xohlaganini qilsa-yu, yonidagi erkak atrofida girda kapalak bo'lib yursa. Shu ular uchun haqiqiy sevgi. Assalomu alaykum.